15 kun, bir oyda tayyor uy quramiz deyapsizlar. Buni iloji yo'q-ku. Keling shu kommentariyaga javob berish orqali sizlarga qurilish bosqichlarimizni tushuntirib o'taman. Siz bilan shartnoma imzolagan kuni buyurtmani zavodga beramiz va shu kuniyoq fundamentingizni boshlaymiz. Bir kunda fundament tayyor bo'ladi, 2 kun qurishiga vaqt ketadi. Fundament qurishiga zavoddan uyimiz ham yetib keladi. Agar uyimiz bir qavatli bo'lsa, tomini yopish uchun 3 kun kifoya. Agar mana bunday ko'rib turganingizdek 2 qavatli uy bo'lsa, bir haftada tomini yopamiz. Santexnikamizga alohida vaqt ajratmaymiz, chunki tom yopilguncha ular o'z ishlarini bitirib chiqib ketishadi. Elektriklarimiz esa bir qavatli binoni bir kunda, 2 qavatli binoni 2 kunda montajlarini qilib berishadi. Elektriklarimiz montajini tugatish bilan gipsokartonchi va malyarchi ustalarimiz bir vaqtda ishga tushishadi. Gipsokartonchilarimiz gipsokarton qoqishadi, ularni stiklarini yopib, malyar orqasidan ishga tushib ketaveradi. Bu jarayon bizda bir hafta vaqt oladi. Gipsokarton qoqilib, malyarlar, patolog, devorlar hammasi mana shu ichiga kiradi. Bu vaqt oralig'ida akfachilarimiz oynalarni qo'yib ketishadi. Tarketlarimiz yotqizishdan avval nalimni to'q qurishimiz kerak. Bu jarayon 2 soat vaqt olsa ham qurishiga 2 kun vaqt ketadi. Tarketlar yotqizishimiz bilan 3 kun. Kafil ishlarimizga ham alohida vaqt ajratilmagan, chunki malyarlarimiz bilan bir qatorda kafilchilarimiz o'z ishlarini davom ettiraveradi. Va nihoyat oxirgi bosqichda bizda eshiklarimiz buyurtma qilib qo'yilgani bois olib kelib bir kunda ustanovka qilib beramiz. To'g'ri hisobladinglar, 18 kunda pat ключ remontlar bilan bitirib beramiz. Sizlarga mana shunaqangi tez bitadigan, sifatli va hamyonbop uylar kerak bo'lsa, kommentariyalarda plus belgisini qoldiring.